Shohijahon ustoz. Ha, qarang, rezinkali samarez bilan rezinkasiz samarezning nima farqi bor? Endi shogird, mana rezinkalida qoqsang, bu xavfsiz. Ha, rezinkasida qoqsang, erta suv o'tib ketib problema bo'lishi mumkin. Shuning uchun sheferda rezinkalida qoqur. Ha, to'g'ri aytasiz ustoz. Yo, hormaylar usta akalar. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Chaqirtirgan ekansan, nima kerak? Bitta katyol kerak. Bitta katyolmi? Aniqmi? Aniq. Qaranglar, hozir hammasini bitta qilib aytaylik, men 10 marta bozorga qatnay o'tirmay keyin. Bitta katyol kerak, tamom aka, bitta desh. Bo'pti, hozir 2 soat olib kelib beraman, ha? Rezinka katyolda nima bilan ulamoqchisan? Ha. Aka, bu katyol ulashga atvot bilan mufti ham qo'shavering. Boshqa ishlatsa kerak emasmi? Yo, shuni o'zi yetadi. Katyol, nausi. Aka! Ha! Bitta rakvina ham qo'shavering. Uygunalarimiz usta zotiga tekkan kasalmi deyman. Hammasini bitta qilib aytsang bo'lmaydimi? Akajon, bitta vanna ham olib keling, vanna ishdan chiqdi aytish. Hammasini bitta qilib ayt. Assalomu alaykum aka. Sizlarda hamma narsa o'ptimi ekan, a? Assalomu alaykum. O'rikboz soymaga joylashgan Siroj Premium do'koniga xush kelibsiz aka. To'g'ri eshitdingiz aka. Bizda hamma qurilishga kerak bo'ladigan mahsulotlar optim narxlarda. Bizda katyol, duxon, katyol, ariston, 5000 dan ortiq santexnik tomonlari mavjud. Agar pulingiz yetmay qolsa, bo'lib to'lashga ham qilib bera olamiz. Aka, siz kerakmi aka? Katyol, sanusil vanna kerak. Faqat shular kerakmi aka? Ha, aka, faqat shular kerak ekan. Bo'ldi. To'xtang aka. Aka. Bitta semistitini qo'shib oling. Xo'p, bo'ldi. Oh, remontchak chiqdi anaga, yaga. Usta, Sanuzel udar, молодец. Nima esim kelmayapti? Ha, shu suvda shlankasi esdan chiqdi-da. Nima bilan? Qani? Nima biladi? Olib kelsangiz 1 minutda qurib beramiz. Olib kelsangiz, xlos, endi men olib kelmayman. Endi o'zing borib olib kelasan. Yarim pulim sanlarga ketdi, yarim pulim yo'l kiraga ketdi televizorga qatnashga. Ya bitta man topgan usta, shunaqami? Hammasini bittada, ay, nomad. Televizorga borasan, surat filmga kirib olib kelasan. Shunga kerak narsa. Xo'p. Bizga bitirib qo'ymasin. Nimaga? Shilakasini aytishingizdan chiqib bo'ladi. Nima bo'pti? Yo'q aka. Nima bo'pti? Dadish, tug'samagar podarkasiga tilla olib berasizlar. Tilla? Sen tug'sanga men podarka olib berishim kerak. Ha, Chinni o'zi bereminligini aytgan payting Xonsaroyda Shirin hayot loyihasida 2 xonali uy olib berdim-mi? Boshlang'ich 59 million 600 ming to'lov qilib olib berdim. Yana men tug'sanga podarka olib berishim kerak. Men jizini olib bermayman. olib bermaysizmi? Yo'q, olib bermayman. Olib bermaysan? Sabsiyam olib bermayman. Agar aytgan tillamni olib bermasangiz, hayotda tug'mayman. Hadi ona, o'zi bir hafta so'roving qoldi. Dardingizni paqqat tug'asan qo'yasan. Yine qayerdan chiqqan odam bu? Sultonova berilgan muddatdan 2 oy o'tib ketdi. Nimaga tug'mayapsiz? Tug'mayman? Nimaga? Erim menga aytgan tillamni podarka qilmagunlarigacha tug'mayman. Ha nima? Ayollar 9 oy beli sinay deb bachasini ko'tarib yursa-yu, tug'ayotgan payt o'limiga rozi bo'lsa-yu, eridan bitta podarka olmasa, adolatdan emas-da. Qachonki ana shu erim menga aytgan tillamni olib berala, keyin tug'aman, tamom. Tilla olib bersam tug'asanmi? Bo'ldi, olib beraman o'sha tillani. Olib berasizmi? Olib beraman. Ro'zarga. Boshla. Ro'zarga. Yo-mayo. Faxriylar qo'yimga bilsangiz bo'lmaydimi? Ishkamizda katta olib ketdim. To'xta jiyan, kindigin kelsak.